Men sizden 5 savol so'ray. Qina anla. Siz pulga karovat setib olishingiz mumkin. Lekin rohat uyqu setib olmaysiz. Siz pulga yaxshi shaxsiy doktor setib olishingiz mumkin. Lekin sog'lom tan setib olmaysiz. Siz pulga xizmatchi yolib olasiz. Lekin yaxshi do'st setib olmaysiz. Siz yaxshi girim buyum setib olishingiz mumkin. Lekin yoshligingizni setib olmaysiz. Siz pulga hamma buyumni setib olishingiz mumkin. Lekin baxt setib olmaysiz. Şuna pulga hammani setib olaman deb behuda charchaman. Hayot cheklik.